Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli podpischilar, hurmatli obunachilar. Bugungi videomuz uy-joy narx-navolar bo'ladi. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, shu videolarimiz boshidan bir like'larni bosib, chiroyli kommentni yozib qolsangizlar, kimda kim niyat qilgan bo'lsa, adresam Urganch tumanida, ya'ni Komsomol Chatko'pir kollejni ko'chasi, to'g'risindagi ko'cha, hurmatli obunachilar. 50 qavatli bo'yi joyimizni, 50 qavatli bo'yina qaragan. Şuradan doğru etsek Şavat hurmatli obunachilar. Peshexodlik ko'p bor. Ko'p odam biladi. Ko'p odam bilmaydiganlar uchun lakasda qo'yib o'tib ketamiz hurmatli obunachilar. Telefon nomerlarini ekranda yozib qolamiz. Joyimiz 285 kvadratga ega bo'ladi. Faqat 300 kvadrat hurmatli obunachilar. Joyimizni ichki qismlarini xudo xolasa video davomida ko'rib o'tib ketasizlar. Joyimiz garajiga ega. Garajiga molxonasiga ega hurmatli obunachilar. Joyimiz zamonaviy stilda solingan. Pullar ham yengil variantda hurmatli obunachilar. Shu videoni boshini aytib ketamiz. Joyimiz barter ham bo'ladi. Ya'ni bartera Nexia 3, Cobalt, Gentra, Damas bo'lsa, barter qilib beraveradilar. Narx ham yengil narxda. Bir xonali kvartiraning narxida hurmatli obunachilar. Eldingizda vodoprovod o'tgan, svet, gazdan problema yo'q. Hurmatli obunachilar, Wi-Fi ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, bu yerni masalan molxona qilsangiz ham bo'ladi. Molxonasi ham bor, kladovkaga ega, ya'ni hojatxonasi ko'chada hurmatli obunachilar. Xohlasangiz ichida sanuzeldan qo'l bersangiz bo'ladi. Bu yon taraf hojatxonasi. Bu yon taraf kladovka hurmatli obunachilar. Mana katta kladovka ega, katta molxonaga ega, katta garajga ega, hovli joy sotiladi hurmatli obunachilar. Dokumentlar hamma narsa soz, gelib üstüne gelishib, xohlasangiz barter bo'lgan bo'lsa, barter qilsangiz bo'ladi. Narx ham yengil narxda. Videoni oxirida aytib o'tib ketamiz. Bir like'larni bosib qo'yamiz hurmatli obunachilar. Joyimizga kiraverishinde, ya'ni xohlasangiz aytib daloni o'ng qo'lda kuxnyasi bo'ladi. Mana. Xoti, giramiz dalon. Xohlasangiz yana to'g'rida yana bir xona bor. Xohlasangiz zal qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz bu yerdan qo'mita qilsangiz bo'ladi. Bu yerdan kattaligi ajoyib. Bu yerda yana bir qo'mitasi bor hurmatli obunachilar. Mana. Joyimiz pol potologga gap turibdi. Joyimiz suvoqda. Pol potolog shu eshiklarni qo'yib, chiroyli qilib hayot kechirib ketsangiz bo'laveradi. Ajoyib narsa. Bu yerda sanuzel bo'ladi. Xohlasangiz şöyle hojatxonasini ham, qishki hojatxonasini ham qo'ysangiz bo'ladi. Yoz qisam bor, qish qisam bo'ladi. Joyimizning narxina keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, joyimiz 350 million so'm pul aytildi. Ustidan kelishib qaytib beriladi yana. Xohlasangiz barter bor. Kreditga yo'q hurmatli obunachilar, kredit yo'q. Naqd pul i barter. Barter ham mashin. Yetmaganning ustida kelishib, qo'shib kelishib olaverasizlar. Ustidan yaxshi bostirilgan hurmatli obunachilar. Zamonaviy bemalol kelib üstünden xudo xohlasa sodalaşaverasizlar. Videolarimizda xatolarimiz, kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Sizlardan iltimos bir like'larni bosib, chiroyli kommentlarni kutib qolamiz. Eldin qismlarga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, eldinda yozgi veranda qilib bersangizlar ham bo'ladi, o'tiradigan. Ya choy ichib. Mana. Joyimiz zamonaviy stilda solingan. Joyimiz o'sha 285 kvadrat, past 300 kvadrat yerin maydonda solingan hurmatli obunachilar.